$1 deb golimiz hisoblanganda agar sal ozgina adolatsizlik bo'ldi, mayli. Bunga ham talab qilamiz. Gol bo'lganda ham biz o'sha rivojlanish bosqichlarini o'tyapmiz. Prezidentimiz hamma sharoit yaratib beryaptilar. Ozgina vaqt kerak. O'z-o'zidan bo'lmaydi-yu. 1-sinf bolasi 9-sinf bolasi bilan raqobatlasha oladimi yo'q? Ular 9-sinf, biz 1-sinfmiz. To'g'rimi yo'q? Shuning uchun buni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu o'zini oqlash emas, boshqa emas. Lekin hamma narsani realni qabul qilish. Hali shunaqa paytga keladi, yillar o'tadi albatta. O'zbekistonda shunaqa potensial katta salohiyat yuqoriki, Portugaliya ham, boshqa komandalar ham O'zbekistonga qo'rqib tushadigan bo'ladi. Albatta yillar o'tadi. Shu rivojlanishimiz agar to'g'ri ketaversa, oldinga shu kunda keladi. Bunga ishonishimiz kerak. Prezidentimiz bunga hamma sharoit yaratib beryapti. Bolalarimiz ham mana Behruz qarang, 18 yashar bola. Butun dunyo ishonmayapti 18 yashar bola shuni o'ynashi mumkinmi? Mumkin. Yangi O'zbekistonda mumkin. Uchun bizani kelajagimiz juda porloq. Bunga ishonish kerak faqat. Lekin birinchi tajriba bizni qayerdaligimizni ko'rsatib, nimani ustida ishlashimiz kerakligini ko'rsatib, bizga yo'lni ko'rsatib beryapti. Shuning uchun bu jahon chempionati bizga juda muhim edi. Biz jahon chempionatiga chiqdik deb mag'rurlanib ketmaymiz. SNG davlatlardan faqat biz chiqdik deb. Bizga rivojlanishimiz uchun yo'lni ko'rsatib beradigan juda katta musobaqa bo'ldi. Shuning uchun sizlarga katta rahmat qo'llab-quvvatlaganingizga. Hali O'zbekistonning oldida juda katta yutuqlar turibdi. Albatta biz birgalikda erishamiz hammasi. Xalqimiz bilan birgalikda, prezidentimiz boshchiliklarida prezidentimiz qo'llab-quvvatlashadi. Katta rahmat qaniydi. Biz bilan qo'llab turgan barcha muxlislarga rahmat aytamiz. Uzr so'raymiz bunaqa mag'lubiyat uchun. Va keyingi o'yinlarda ham qo'llab-quvvatlab turishlarini so'raymiz. Birinchi navbatda o'sha juda katta tajriba bo'ladi O'zbekiston futboli uchun ham. Biz qanaqa yutqazgan taqdirimizda ham bu narsadan O'zbekistonga ko'p narsa yutdi deb o'ylayman. Lekin shunga qaramay albatta muxlislarimizdan uzr so'raymiz. Shunaqa yirik hisobda mag'lubiyat ko'rsatdik. Nima deydi, nima deyish mumkin? Keyingi o'yin oxirgi 3-o'yinimiz bor. Oxirgi shansimiz agar bugun rezultatga qarab albatta harakat qilamiz. Xohlasa o'sha 3-o'yinda jahon chempionatida birinchi g'alabamizni qo'lga kiritishdi. Murabbiy o'yin avvalida rejani qanday qo'ygan jamoaga? Endi albatta ko'proq to'pni nazorat qilish va yaxshiroq himoyalanish. Lekin ko'p bunaqa jamoalar bilan kichik xatolar ham katta rol o'ynaydi. Aynan shu xatolar evaziga o'ylash mag'lubiyat ko'rsatdik. Lekin g'alaba qozonishimiz uchun 100% kuch bilan o'ynash ham kamlik qilardi, chunki omading ham kelishi kerak. Albatta ular tepgan o'ylashmiz hamma to'plar darvozamizga kirdi. Lekin bitta narsa aytmoqchi. Kuch bilan o'ynash ham kamlik qilardi, chunki omading ham kelishi kerak. Albatta ular tepgan o'ylashmiz hamma to'plar darvozamizga kirdi. Lekin bitta narsa